Assalomu alaykum, hurmatli Surxon Fasad YouTube kanalimiz a'zolari. Mana Gipki kamendan qilinayotgan uylarimizni yana bir bor efir qilyapmiz. Bu uyimiz Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida, Dashnobodda qilinyapti bu uyimiz. Mana 3D fasonlarda qilib beryapmiz. 3 xil ranglarda. Tak, mana oq, seri, qora ranglar aralashgan 3D qilib bitirib beryapmiz. Bu uyimiz bu tomonlari esa mana kuxnya, vremenka uylarimiz bilan qo'shib qilib beryapmiz. Bu uyimiz ofis kvadratiga kelsak 170 kvadratga yaqinroq chiqib turibdi. Hozir ustalar oxirgi ishlarni qilishyapti. Ertaga xudo xolasa yakun. Uyimizni bu yondan oldi ko'rinishi. Bu esa yonboshlari. Bu yoq esa uyimizning orqa taraflari mana. Dashnobodda pagoda juda zo'r. Mana bu yoqlarni ko'rib o'tsangiz, mazza qilib o'tiradigan joylar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda telefon nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Gipki kamen fasad aboylarimiz Sariosiyo tumanida qilinayotgan uy. Uyimizning oldi ko'rinishlari mana. Hozirda ishlarimiz Dinov tumanida ketyapti. Muzrobodda, ana Qiziriq tumanida, Sariosiyoda ketyapti. Hozirda Sariosiyodamiz. Mana kimga qiziq bo'lsa, shunaqa xizmatlarimiz bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Do'stlar, bundan tashqari yana dekorativ xizmatimiz ham mavjud. Dekorativ xizmati bo'yicha ham bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Keyingi obzorlarimizni tez kunlarda qo'yib boramiz, xudo xolasa. Gipki kamen fasad aboylarimiz bu. Bundan tashqari yana dekorativ xizmatlarimiz ham mavjud. Rahmat hammaga e'tibor uchun.